tag'yir jinsiyat ki filan eshitasalar, mard amali jarohi bilan o'zini xotin tuzatgan va ko'shish qilganki o'zini ichiga rahm hayvon bergidek bo'lsa va buni taloshigadiki bor oyandaga dunyoga avlod keltirsa. Tag'yir xilqati Alloh emasmi? Ayol ayni shaklga ko'shish qilganki bor o'zini mard tuzatgan amali jarohi bilan va xohlaydiki endi shu ayolni o'ziga izdivoj qilsa va xotin olsa va muqobil xotiniga boyat avlod tavallud bo'lsa-ki shu ayolni o'zidan. Yo ranglarni qarang, amali jarohi bilan kasoyki Alloh mutaol xilqatan uni qaro xalq qilganda ko'p bala xazina va pullarni masraf qilib, ular o'zlariga oq po'stni keltirib amali jarohi bilan payvand qiladi. Bu tag'yir xilqati Allohdir. Yo ba'zi manotiqlarga, ba'zi kishvarlarga oq aybdir. Oq uncha bala mavrud fisan damasda. Ular ko'shish qiladiki amali jarohi bilan o'zlariga po'stni qaroni nima qilgidek bo'lsa, hayvon million pullar masraf qilib o'zlarini insonlar shu hozir dunyoyi kufr va dunyoyi g'arb hayvon va vahshiy tuzatadi. Sheru falango tulku va mana shunday narsalar o'zlarini tuzatadi. Shakllarini tag'yir beradi, qancha pullar masraf qiladi. Bular hammasi tag'yiri nimada? Xilqati Alloh mutaolda. Qohar hamshiralarimizni ko'ring, sochlariga Alloh bergan zebogina sochga boshqa bir sariq sochi degani keltirib payvand qiladi, yo bir qaro sochi degani payvand qiladi. Tishlariga ayni shaklga masnu'iy tishlar qo'yadilar va qoshlarini kullarni hammasini baynan eltadi. Mujalariga plastik mujalarni keltirib vasl qiladi. Tishlarini ko'ring. Qohar hamshiralarki yoshi balanddi, ko'radiki nasli javon, navjavon qizlarda tishlarini o'rtasiga fosilasi bor. U xotin uki yoshi ham balanddi, u qoharimiz ham ko'shish qiladiki, onamiz ham ko'shish qiladiki, borib xilqati Alloh mutaolda tag'yir berib, fosila tishlarini o'rtasiga ijod qiladi. Darvoqi shayton la'inda da'vatiga ijobat qilib javob berishlikda. Aytdiki wala amurannahum. Shayton aytdiki men amr qilamanki bularni fala yughayyirunna xalqalloh. Unda bular nima qiladi? Tag'yir beradi. Alloh taoloni xalq qilganini bular tag'yir beradi.